Assalomu alaykum aziz kitobxonlar va muhtaram ustozlar. Bugun 21-may Xalqaro kutubxonachilar kuni. Fursatdan foydalanib men barcha kutubxonachilarni va Axborotli so'z markazi xodimlarini bayram bilan qutlayman va siz azizlar uchun tayyorlangan maxsus reportajimizni e'tiboringizga havola qilaman. Kutubxona faoliyati yoki mana shu axborot resurs markazi faoliyatidan biz hamisha qoniqishdamiz. Qaysi ma'nodaki mana talabalarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish uchun, ularda ilmga bo'lgan, mana shu tadqiqotga bo'lgan qiziqishlarini yuksaltirish uchun albatta mana shu kutubxonamizdagi faoliyat olib borayotgan soha mutaxassislarini xizmatlari beqiyos. Demak, kutubxonalarda ham endi bundan faqat oliy ma'lumotlar. Agar oliy ma'lumotga ega bo'lmasa, ularda yana o'ta maxsus ma'lumotlarni oliy ma'lumotga ega bo'lishi davlat tomonidan shart yaratilgan. Masofaviy o'qishlar, sirtqi o'qishlar, endi sirtqi o'qish o'zgarib turibdi, kechki. Ular imkoniyat bor demoqchiman. Mana shunday. Nima uchun bular oliy ma'lumotli va tajribali bo'lishi kerak deyman. Sababi har bir professor o'qituvchi kelib bir fikrini bayon qilsa, kutubxona xodimi yarim so'zdan ham anglab olish kerak deb o'ylaydi. Domla sizga mana bu yo'nalish kerak ekan, mana bu mavzu kerak ekan deb darhol shu yerga topish kerak. Mana shunday sharoit esimizda bor. Men mana yangi ochilgandan beri ishlayotgan bo'lsam, kutubxona xodimlaridan, sizlardan mamnunman. Chiroyli ishlaysiz, operatsiya, mana masalan kitoblar olaman, mana shudan kitoblarni vaqtni topib berish. Ayniqsa onlayn variantlarni ham topib berish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Gazeta, jurnallar, hammasiga sizlarga xizmatinglar. Har kuni mana matbuotdan, har kuni matbuot keladi. Kitoblardan foydalanamiz, elektron imkoniyatlardan foydalanamiz. Bunda imkoniyatda faqat yaxshi ishlash kerak. Men shaxsan kutubxonaning faol a'zosi deb bilaman o'zim. Ham onlayn tarzda, ham offlayn tarzda ham ishlayman. Shuning uchun sizlarga xodimlardan biz ham bayram arafasida tilaklarim biz rozimiz. Bundan yana ham martabalar ulug' bo'lsin. Yaxshi ishlab, yaxshi mukofotlar olib yurishga tilaymiz. Bayraminglar muborak. Библиотека – это дом знания. Библиотека дает всем читателям глубокое знание, культуру и воспитание. Я всем нашим профессорско-преподавательского состава и студенчества института почаще заходить и заниматься в нашей библиотеке. Фонд библиотеки расширяется изо дня в день. В нашей библиотеке находится компьютерный зал для студентов и для преподавателей, читательский зал для студентов и даже преподавателей, и даже школьников к нам заходят и разрешают наши сотрудники библиотеки. Bugungi kunda mana shu institutimizda faoliyat olib borayotgan sizlarni mana shu faoliyatinglarga men faoliyatdagi xodimlarga asosan xushmuomalaligi, ularni o'sha kitobxon bilan ishlash jarayonida qilayotgan munosabatlari, ularni o'sha nima deydi, qaysi bir kitob zarur bo'lsa o'sha narsani darhol ularga tayyorlab berayotganligi bu juda ham chiroyli xizmat deb bilaman. Shu o'rinda men doimiy bir mijoz sifatida o'sha bo'sh vaqtimda shu kutubxonaga tashrif buyurganimda faqat boshqa kitobxonlarga emas, menga ham xuddi shunaqa bir samimiy munosabatlarni ko'raman. Bu narsa menga juda ham yoqadi. Bitta menga emas, mana shu yerdagi barcha professor o'qituvchilar, talabalarimizga bu narsa bir chiroyli munosabatni bo'lishi ularni yana ham mana shu yerga tashrif buyurishiga chorlaydi deb o'ylayman. Avvalambor charchamanglar deyman, hammanglarni yana bir bor bayraminglar bilan tabriklayman. Rahmat.